Bu qiz bizda intim gimnastika bo'yicha ekspert. Hamma Ali Maybekovning darsida o'qish shart emas. O'qigan narsalar hammasi YouTube'da bor. Sizni kursingizga qo'shilgandan keyin sразу $5000 bo'ldi. Siz demak intim gimnastika desa, mana boshqasi ham o'zingizni partneringizni qondirish, uni asoratlari jiddiyroq, sog'liq, qariganingdagi muammo. Shunchaki qizlik pardasini o'zi turadi xolos. Ichkari xuddi og'ir ko'targanligi uchunmi? Og'ir ko'targanligi uchun. Assalomu alaykum. Bugungi razborimizda Fahriya xonim taxallusidagi o'quvchim bo'ladi. Bu qiz bizda intim gimnastika bo'yicha ekspert. Fahriya xonim, Labbay. Sizda nima yangiliklar? Kursimni yanvardan, fevraldan boshlab o'qishni boshladingiz. Hozir martgacha qanaqa natijalarga chiqdingiz? Fevral-martgacha. Dekabrdan boshlab hisoblaymiz. Sizni birinchi uchratgan kunimdan do этого hamma Ali Maybekovning darsida o'qish shart emas. O'qigan narsalar hammasi YouTube'da bor. Hamma narsa bor. O'qish shart emas, kitob o'qi. Yo'q, menga ustoz kerak edi. Ungacha sizni kuzatdim. Keyin dekabrda partiyangizga birinchi yozildim. Birinchilardan emas, но birinchi o'zim hayotimda qo'ydim. Shu paytgacha faqat erkaklarda o'qiganman-da marketingga. No aytdim, "Нет, menga ayol kishi kerak." Что женственный, такой gapiradigan, xarizmatichniy, такой motivatsiyasi zo'r bo'lgan menga ayol kerak. Keyin yozildim, kirdim, bordim, kech qolib borgan bo'lsa ham o'tirdim. Shunaqa birinchi bo'lib sotib oldim marketing kursini, qirolichani. O'zi kurs sotib olish uchun ham borgandim o'tga. Sizni ko'rish, yaqindan tanish. O'sha kuni birinchi bo'lib sotib olganim, sraz razbor qildingiz-ku meni. Nima qilish kerakligini joy-joyida aytdingiz. Joyida qo'lladim. No, конечно, vaqt kerak bo'ldi, no joyida qo'lladim. Ahvotim tushib ketyotdi Instagramimda. Sразу bitta siz aytgandek reels qilib olganimdan keyin birinchi og'riq dedingiz. Men odamlarning og'rig'ini gapirasiz, kimligingizni gapirasiz, yechim berasiz, yechim kimda. O'sha bo'yicha men uni o'ylab chiqdim, qanaqa olishim kerak. Meni stilim intim gimnastikami, значит, men shu stilda mashq ko'rsatib turib, значит, azuchkada olishim kerak. Qolganiga qo'shdim. Shuni qildim ham. Qanaqa ko'rsatdingiz? Tayyor videoni oldingiz. Yuzimni o'zimni qilib chiqdim. Yo'q. Mashq bilan-da. Okay. Negativlar вообще ko'p. No zato 30 mingta поделиться bo'lgan, 40 ming plus сохранённыйlar bo'lgan, 30 ming plus like. Kommentariyani oxiri o'chirib qo'ydim. Nechta подписчик? Подписчиklarim 11 ming plus bo'ldi. 11 mingta keldi o'sha yilda. Da. Общий chiqib ketganlari bilan minus qilib tashlagan 2,5 mingta chiqib ketgan, o'sha saqlanib turibdi, faqat prihod. Har kirganda 100 plus bo'lgan bo'ladi. O'sha bitta videoni o'zidan. Undan keyin xuddi shu video yoqdi chiqib ketdimi, menda trendga chiqib ketdi reelsga. Hammasi. Rekka chiqib ketdimi, qolganlari ham chiqishni boshlayapti. Sразу YouTube'ga qo'yaman. YouTube'da ham bor. O'rtada seminar qildim. Mart oyida seminar qildik. 20 tami shunaqa odam keldi. Tanishlar, bilishlar bilan oldik. 5 ta pul to'lov bilan kelishdi. 200 mingdan qildik. O'zi mart oyi Ramazonga to'g'ri kelganiga odam yig'ish qiyin bo'ldi. 3 kun qoluvdi bizaga. Vaqtimiz 3 kun edi. Ungacha reja qildik, nimalardir qildik. Joylar aniq edi. 3 kunda sraz 20 ta odam yig'dik. O'sha ko'rganim, sold out ko'rganimdan keyin nima dedi sold out ta'sir qilgan narsa menga o'zingni qobiliyatingni maqtab chiq. Hamma o'zini maqtaydi, yo'q. Men ayollarga shu narsa nima uchun kerak va u narsa nimani oladi? Men o'tda nima yechim bera olayman? Shuni olib chiqqanimdan keyin yo'q joydan 5 ta sразу qo'shildi, to'lov qilaman deb target yoqdik $5 dan 3 kunga yoqdik $15 ga. No yaxshi bo'ldi. Seminarim zo'r o'tdi. Adashgan joyim men fotograf tanlashga adashib qo'ydim. Fotografim sal o'xshatib bera olmadi. No, keyin zato aybini yuvib bizga fotosessiya qilib berdi. Fotosessiyani tashladim, tashlamadim, bilmadim kursga. Ko'rdinglarmi, istoriyamga qo'ydim, shularni qildim. Menga yanvar, fevral, mart bizda o'lik sezonda. Sizda noyob taklifingizni qildim. Noyob taklif nima edi? Men hech qachon kurslarimni 50% skidkada qo'ymaganman. Chunki o'zim bilimimga juda ham ishonganman-da. Net, men qo'ymayman unaqa narsa. No taklif bo'lardi, talab bo'lardi men tarafdan. Davay 50% qiling, biz ko'proq qo'shilamiz. Men yana bir narsa qo'shdim. O'tgan yili jonli darslar qilardim. Orada kelgan jonli dars meniki emas deb o'yladim. Chunki mashqlarda onlayn qilgandan keyin ayollarning xatolarini ko'rib berish kerak-da. Men tashqaridan kuratorlar jalb qildim.
xuddi o'zimiz bilan intim gimnastika trenerlarning orasida o'quvchilar bor. Kim xohlaydi o'zida amaliyot oshirishi, yana ham zo'rroq o'rganishi, mendan mutaxassisdan qo'shil, senga mana bunaqa imkoniyat beraman, sen evaziga menga mana buni qilasan. Win-win qildim. Shunaqa bo'ldiki, bizda 500 mingdan prolaps kursini sotganimda, menda 160 ta ayol qo'shildi. Shundan 3 ta kuratorim bor, 3 ta kursga bo'lib tashladim va 4 ta jonli dars qo'shib berdim. Shuni o'zida normalniy auditoriya keldi menga. Dekabrda daromadingiz qancha edi? Yanvar, fevralda daromadingiz qanchaga ko'tarildi? Necha foizga ko'tarildi? A точка, B точка. Dekabrda sizni kursingizni qo'shilganidan keyin sразу $5000 bo'ldi. Menda $5000 topmaganman nikogda. Chunki trenajyor kursini biz skidkada qo'ydik. 12-12 aksiyasi qildik. O'zi sizni bepul relsingizni ko'rib qo'ygandim. Borganimdan keyin yana ham shijoat bo'ldi menda. Istoriyalarimda chiqish boshqacha bo'ldi. Yo'nalishimni biroz o'zgartirib, o'zimni, ya'ni ayollarga onsonroq saviya etdingiz o'sha kuni. Saviyasiga mos ravishda tushuntirganingizdagina sizga ko'proq keladi dedingiz. Men shu narsaga yana ham ko'proq urg'u berishni boshladim. Misol uchun uyda o'tirgan ayollar har doim qozon, tovoq, kartoshka, sabzi, piyoz ko'ryaptimi? Men ularga bu narsani qanaqa tushuntirib berishim kerak? Demak, shu yo'nalishga moslab turib tushuntirib berishim kerak bo'ldi. Va shu yo'nalishga moslab tushuntirganimdan keyin men juda ham ko'p trenajyor sotdim. 150 tacha trenajyor sotdik biz. Endi kurs ichida beriladi, sovg'a tariqasida, no biz как trenajyor sotdik-da. Shundan $5000 foyda ko'rdik. Sразу sotib olib, почти $5000 foyda ko'rdingiz. U bizda misol trenajyorning narxini chiqarib tashlagan, narx aytib bo'lish mumkin emas deb bizda anonim hisoblanadi ustozimiz tomonidan. Chiqarib tashlaganda tak foydam $3000 bo'ldi. Sof foyda o'zimda qo'limda qolgani. Kursga to'lagan pulingizni sразу chiqarib yuboribsiz endi? Sразу chiqarib yubordim. Dekabr o'zi chiqarib yubordim. Zo'r. O'zi o'sha kun to'lagan 0 bo'lganman. Ammo bu 10 mingta obunachilarni ham hali ham ishlatmadingizmi? Nega ishlatyapmiz? Prolapsni yana sotyapman. Hayitga dedim-da, yana ochdim, yana sotyapman. Dars ichida misol uchun bo'layotgan narsalarni siz ham olib joylaysiz-ku. Men oldin joylardim, keyin bu narsani qolib ketgandim. Sizda o'qiganimdan keyin sold out'da shunchundimki, men oldin qilgan narsalarimni yana qaytarib qilishim kerak ekan. Mana shu xato qilgan ekanman. Shu nimaga tushib ketyapti menda? Sotuv pasayyapti. Odam ko'rish kerak-ku, что kursda nima o'tilyapti, odamlarga nima qiziqyapti, qanaqa natijat bo'ldi. Живой прям отзыв joylaganimdan keyin yana prям sotuvim tepaga chiqyapti. Tushunarli. Hozir nima muammoyingiz bor? Nima muammoyingizni yechmoqchisiz? Muammoyim baribir o'zim ozgina maqtashga qiynalaman. Maqtab chiqishga qiynalaman. Gapirib chiqishga titrab qolaman-da, sразу. Sizni boshqa odam maqtash kerak, intervyu berishingiz kerak. Hozir o'zingizga moliyaviy maqsad qo'ying. Siz ham shu Mirsodiqovadami yoki birorta psixologdan intervyusiga chiqishni maqsad qo'ying o'zingizga. Uni qo'ydim. Badavlat ayolga to'lov qilgandik Rayhon Ulasenova bilan. Endi xudo xolasa hayitdan keyin deyishdi. Bu meni birinchi intervyuim bo'ladi. Undan keyin kursimga Muxtasar Nazarova keldilar. Shunaqa bo'ldiki, massajga kelganlarida biz bitta zalda edik. Ajoyib bo'ldi ularning ham kirib kelishlari. Ularning kursida spiker bo'lib chiqmadingizmi? O'shani endi qilamiz, yo'lga qo'yamiz. Ularga yoqdi, keldilar. Meni ishim juda ham yoqdi, chunki individualni podxod qilaman ayolga. Ularga ammo tez harakatlanadigan emas. Hayotim meni aktivlikdan iborat. Menga takoy o'zim bilan shug'ullanadigan, o'tirib, to'xtang mana bu joyda, mana bu naqa qilasiz deb o'tiraman. To'xtang, sekin nafas olishingiz kerak, 1-2 sekundlariga ahamiyat berishingiz kerak, tepalarda o'tiraman. Menga shunaqa mutaxassis kerak edi dedilar. Qachon o'zingizni olib chiqasiz dedilar ular ham. Takshi nima deysiz dedilar. Hozir aytdingiz-ku, kursda spiker bo'lish. Spikerlar, intervyuga nima deysiz dedilar. Da qilamiz dedim. Sold out'dan keyin ancha o'zgardim. Realni bitta darsni o'zini 10 marta ko'rdim, tushunib yetishim uchun. Чтоб menga moslashib ichidagi narsani yod olishim uchun bitta videoni 10 martalab ko'raman. Zo'r. O'zini maqtab chiqish kerak degan joylarni qayta-qayta ko'raman. O'zingizni maqtab chiqqaningizdan ham sizni maqtashsa yaxshiroq natija bo'ladi. Meni-ku maqtashadi. O'quvchilaringizni sharhlarini qo'yapsizmi? Polniy rost qo'yaman. Juda ko'p. Men gapda trenddaman. Yosh kattalar keladi menga asosan. Nimaga o'sha muammo yosh kattalarda-da, yoshlik payti o'tib ketadi, tez o'tib ketadi, bilinmaydi. Hamma nima qilishim kerak, buni nima qilishim kerak qolib ketadimi? O'sha katta bo'lgandan keyin problema kattalashadi. Hojatga borish muammosi. Ayollarda juda ham ko'payadi. Peshob tura olmaydi, hech qayerga bora olmaydi. Borsa, xonasiga kirganingizda hid keladi. Shunaqa yomon hid keladiki, limfalarda o'sha zastoy bor-da. Yig'ilib, oxiri u narsa chiqmay qoladi, singib ketib qoladi tanaga.
u narsani aktivlik bilan emas, intim gimnastikada sekinlik bilan, sokinlik bilan ishlatamiz. Chunki o'chirib qo'yilgan funksiyalar bor-da. Xuddi birorta mashinani o'chirib qo'ysangiz, qishda qolib ketib qolsa nima bo'ladi? U o'tirib qoladi akkumulyator. Bizning tanamizda ham shunaqa akkumulyatorli joylarimiz bor-da. Ularni yoqish kerak. Birinchi akkumulyator diafragma. Siz demak intim gimnastika desa, mana ham boshqasi ham o'zingizni partnyoringizni qondirish yokida o'zingizni qondirish deb bilganman. Uni asoratlari jiddiyroq sog'liq qariganingdagi muammo deb o'shanga yozishingizga o'sha ekan siz rilsingizni oshirib beradi. Da, farzandli ko'rganingizdan keyin shu narsa muammo bo'lyapti, demak sizga intim gimnastika kerak. Shirin qarimoqchimisiz, sassiq hidli qarimoqchi emasmisiz? Demak hozir uni harakatini qilishingiz kerak. Odamlar men masalan hozir intim gimnastika desa, nafik kerak. Men o'zim zo'rman deb yurishim mumkin, lekin menga Alima, sen yaxshi qarishing kerak, ozoda qarishing kerak, tahorating uzoqqa yetish kerak desa, men unga jiddiy qarayman. Okey deyman, ertaga yaxshiroq qarashim kerak, men boraman deyman. Siz intim gimnastika deganda hamma har xil narsani tushunadi. Har xil narsani tushunadi. O'shaning uchun qariganlikda mana bunaqa muammo bo'ladi yoki farzandli ko'rgandan keyin muammo bo'ladi. Ba'zilarda farzandli ko'rgandan keyin mana bunaqa muammo bo'ladi. Qariganda mana bunaqa uni davosi, yechimi bor. U vaqtida mana bunaqa gimnastika orqali qilinish kerak deb bu mavzuni, chunki men sold out'da ko'rgan bo'lsangiz, progress bo'ladi. Progress o'zimizning temamizga, o'zimizning shaxsimizga va o'zimizning mahsulotimizga progress ketadi. U degani, siz reels olayotganingizda o'zingizni hayotingizdan, o'zingizni tajribangizdan aytib bersangiz, shaxsiyatingizga progress qilayotgan bo'lasiz. Agarda siz temaga progress qilish uchun nima uchun qariganlikda yomon hid keladi? Shu reels bilan. Nimaga uchun ba'zilarda qariganda yomon? Buni sababi bu. Buni oldini olish mumkin, albatta. Nima uchun farzandli bo'lgandan keyin ayollarda mana bunaqa muammo uchraydi? Chunki mana bunaqa deb bu mavzuni dolzarbligini ko'proq ochib berishingiz kerak. Chunki bu intim gimnastika odamlar har xil tushunadi. Ha, buniki juda katta tema ekan bu. Juda katta tema ekan bu. Boshlanish intimiga ahamiyat berishadi. Faqat shunga bu yerda pochka bor, bu yerda qarish bor, bu yerda o'ziga uverенность bor, bu yerda tahorat bor, bu yerda hid bor. Bu juda seriozniy temaligini intervyularda ham, reelslarda ham ommaga yetkazishingiz kerak. Chunki men bunaqa reels menga hech kim yubormagan. Men bunaqa temada reels ko'rmaganman. Bu tema aktualligi har bitta ayol buni qilishi shartligini olib chiqishingiz kerak-da. Zo'r bo'ldi. Tushuntira oladimmi? Da. Chunki men agarda qariganda yomon hid keladi, mana bunaqa muammoga yechim bo'ladi demagunizgacha men buni вообще menga kerak emas narsa deb o'tirdim-da. Hozir okey dedim. Tushunarli dedim. Doimo qilish kerak buni. Ayol kishi intim gimnastika qilganda, hattoki shunaqa mentorning prosta o'tiribsiz, taniman, men gapiryapman, siz bajarishingiz mumkin. Bilaman. Shart emas unga spesialni pozalada, ya'ni poza degani pozitsiya egallanadi. U sitya pozitsiya, stoya pozitsiya или может открой ноги pozitsiyasida o'tirgan holatingiz bo'ladi. O'shalarni joyida bilib olsangiz, ajratib olsangiz, любой pozitsiyada qila olasiz bu narsani. To'g'ri. Faqat bilan emasda, menda sog'liq tomonlama ko'proq gapiraman auditoriyada. Chunki reelslaringizda ham shuni ko'proq gapirib olib chiqing. Endi qilaman. Reelsda qanchalik hech qaysi odam hidli qarishni xohlamaydi. Hech qaysi menimcha ayol kishi нездержание bo'lishini xohlamaydi. Lekin ba'zilarda to'g'ridan keyin bu narsa bo'ladi. Men tanishlarim bor. Даже yosh kattalar bor. Tanishlarimdan shu muammoga duch kelayotgan. Buni sog'liq tarafdan qanchalik muhimligini ommaga yetkazib, nima uchun har bitta ayol bu bilan shug'ullanish kerakligini yetkazib bersangiz, klientskiy potokingiz juda ko'p keladi-da. Hozirgi sizda ko'pchilik faqat erni qondirish yoki o'zi uchun boshqa narsa uchun deb o'ylaydi-da. Siz hozir polностью nima uchunligini tushuntirib bersangiz, ochib bersangiz, qanchalik buni agar hozir qilmasangiz nima bo'lishi mumkinligini tushuntirib bermasangiz, bizda marketingda sindrom упущенной возможности degan narsa bor. Ingliz tilida u fear of missing out bor. Hozir buni qilmasang, ertaga yutqizasan. Hozir to'lov qilmasang, ertaga yutqizasan. Hozir buni oldini olmasang, ertaga yutqizasan degan narsa. O'shaning uchun hamma xavotir olib borib o'qish kerak sizda. Zo'r taklif bo'ldi. Конечно. Qiz bolalar ham o'qiganman-da. Nimaga shunaqa holat bo'lyaptiki,
qiz bola bolaligidan ukasini katta qiladi, singlisini katta qiladi, ko'taradi, sho'rani uyda uborka qiladi generalni. Ular bilmaydi, qorindagi bosim hisobiga brushnoy bosim matkani tarish boshlaydi pastga. A вот qin bo'lsa, mana shundoqqina narsa, shlanka narsa, uni ustidagi bachadon va qorinlarni ko'tarib turadi. Uni ichiga bachadon tushgani sayin u baribir kengayadi. Va natijada qiz bolani oldim deydi-yu, lekin qiz boladagi holatda bo'lmaydi u. Shunchaki qizlik pardasini o'zi turadi xolos. Ichkari xuddi og'ir ko'targanligi uchunmi? Og'ir ko'targanligi uchun. Ot ko'tarishi bor-da. Misol uchun holatni agar to'g'ri ko'tarsa va bolani pastga qo'yganda to'g'ri qo'ysa yoki og'ir narsalarni ko'tarib to'g'ri joyiga qo'ysa, nagruzka bermaydi. Hattoki mashq jarayonida ham ko'pchilik bola silovoy mashqlarga borishadi-da, noto'g'ri ko'tarishadi. Toza usti mushaklarini shunda siz qiz bolani oldim deysiz, lekin u qiz bola emas deb bitta reels boshlang. Hamma to'xtadi. Yo'q, qizlik pardasi bor. Просто bitta og'ir narsa ko'tarib qo'ygan, mushukka qolganini olib ketaverasiz. Понимаешь? Qo'rqyapman-da shu Просто нет. Chunki, подожди, bu ongni o'stiradigan-ku. Da, o'stiradi. Ongni rivojlantiradi odamda. Huquqlarimga Может быть, ota-onalar qiziga og'ir narsani ko'tartirmar keyin. Ko'tarma deydi, bajadoning tushib qoladi deydi. Bizda qanaqa qilishadi qizlarni qishloqlarda? Otda ishlatishadi. Eshakda ishlatasiz ham bo'ladi. Toshkentning o'zida ham tiqilib yotibdi. Toshkentning o'zida tiqilib yotibdi unaqalar. Nechta qiz bola keladi, onasi bilan keladi. Nimaga meni qizimda bunaqa problema? Chunki bir marta men istoriyaga olib chiqaman-da bu narsani-da. Ketidan 10 ta ona kelgan qizi bilan. Bizda bu narsa, bu tema hammaning qo'rqinchli temasi voyda deyishadi. U juda o'shanda обыграть qilib millionta prosmotr olsa bo'ladi. Siz men boshqacha tushungan ekansiz yo'nalishingiz. Bu umuman seriozniy boshqa narsa ekan. O'shani seriozniligini, jiddiyligini olib chiqing reelslaringizda. Mayda ko'rinmagan, doimiy bekitib kelingan uni intervyularda va bunaqa birortasiga aytib berayotganingizda yaxshiroq tushunadi odamlar. Sizni 10 mingta подписчик kelganingizni yaxshi sotmoqchisiz ularga bo'lmasam hali. Sotuv uchun emas edi u. Reels uchun. Siz aytdingiz, birinchi reelsda подписчик. Подписчик yig'gandan keyin, masalan, kurslarda, Instagramda qanaqa bo'ladi? Yangi obunachi chiqib kelgani, u qo'y bo'ladi, qo'yni boqasiz. Yangi obunachi kelganki qo'y pishadi, semiz bo'ladi va sotuv ochganingizda qo'yni so'yasiz. Qo'yni so'yib sotganingizda pul bo'ladi. Siz 10 mingta подписчик kelgan qo'y semirib yotibdi, normalniy so'yib sotmagansiz. Endi sotamiz endi. So'yamiz endi, sizdan keyin sotamiz. Подписчикli, просмотрli reelslar men uchun qo'yni semirtirish. Men ba'zi bir ekspert anukun dixonimga aytdim. Sizni qo'yingiz вообще semirdi. 4 ta intervyuga chiqsiz, nimaga hali ham sotib ochman deb aytdim-da. Nimaga hali ham sotib ochman deb, sotib ochish u подписчик yig'ish, просмотрlarni yaxshi pick up chiqib olish, u men uchun qo'yni semirtirish, uni monetizatsiya qilish kerak. Uni pullash kerak. Bo'ldi, qilamiz. Lekin bu yerda boshqa qo'ylarni ham boqish kerak. U degani yangi reelslar olib, ularning hammasini prosmotrini oshirish kerak, bong'illatib. Bo'ldi, qilamiz. Qo'y boqish kerak. Siz aytdingiz-ku, qilamiz. Yaxshi o'quvchi bo'ling. Qo'y boqish kerak. O'shanaqa triggerli temalardan olib chiqib keting. Agarda siz sassiq kampir degan nomdagi bo'lishni xohlamasangiz, agarda siz qizingiz haqiqatda qiz bola chiqishini xohlasangiz deb shunaqa yomon qildingiz lekin. Yo'q, faqat shulardan eshitishyapti ayollar. U huquq. Yangi huquq qo'shdingiz menga. Intervyularda ham intim gimnastikani hamma noto'g'ri tushunadi, lekin nima uchun har bitta inson intim gimnastikaga borish kerak? Chunki нездержаниялар, sassiq qarishliklar, bunaqa deb hammasini aytib bersangiz, odamlar любой ayol yugurib borib o'qisin, yoshidan qat'iy nazar. Shunaqa bo'lishi kerak. Ayollar olib kelib, onalar qizini olib kelib o'qityapti-da menda. Onlayn bor shunaqa qizli necha pul nimaga arzon sotasizmi? Siz nima daromadingiz oz? 100 mingdan 250 dollargacha-da kursim. Endi xudo xolis qimmatlashamiz. Yo'q, buni siz odamlarga ishonch beryapsiz-ku o'ziga. Odamlar ishonchi, sog'lig'i oshyapti, ishonchi oshyapti, отношенияsi o'zgaryapti. Xotinni siz qimmatroq sotishingiz, qilayotganingiz katta narsa-ku. Endi qilamiz. Qimmatlatishingiz kerak-ku. 100 minglik kursda nima berasiz? 100 minglik kursda 8 ta dars oladi men. O'ta ko'p. 100 minglik kursda 3 ta dars bo'lishi kerak. O'zimni videoyim emas u. Kimniki?
rasm orqali tushuntirilgan. Rasm, ozgina audio, boshqa bundoq harakatlanib turgan videolar o'ta ko'p. orqali. 100 mingga 8 ta darsi to'yilib qoladi. Prosta auditoriya borda to'yib qoladi-da. Agar uni men 8 ta bermasam, uni ketma-ketligi bor-da, natija ola olmaydi. 100 minglik produktga natijasi o'rtacha bo'lishi kerak. Natijasi chiqishi kerak emas. Savol javobidan kamaytirganman. Nima degani u? Misol uchun 100 minglikni o'qib ko'radi. Boshida mana pulini to'lab ko'ryapti-da, o'qib ko'ryapti. Nima bo'lyapti intimlik, nima bu? Tanishib oladi ichida. 8 ta mashq, normalni qilib ko'rdim, nimaga kamlik qilyapti? Keyingi produktingiz Keyingi produktimniki 1 million. Srazu 1 million. Keyingi jonliga $220. Keyin $250 offline. Risk chunki 100 mingdan riski 1 millionga-da, 1 millionga chiqishdan oldin 100 minglik produkt beraman. O'qib ko'r, qilib ko'r. O'ta ko'p-da, $100 ga 100 mingga 8 ta dars o'ta ko'p-da. Bizda mashq qiladi. Mashqlarimiz bizda 1000 tadan ortiq. Telegramda nechta obunachingiz bor? Telegramda 14 mingtami, 14600 tami. Nechta prosmotr oladi? Bitta tashlaganimiz sirasi 444 ta oladi. 24 soat tursa nechta prosmotr bo'ladi? 3000 ta, 4000 ta prosmotr. 3000 ta 4000 ta yaxshi. Ulardan kam 400 ta sotishingiz kerak. Telegramga ham obunachi yig'ishingiz kerak. Ya'ni faqat Reelsga e'tibor bermasdan boshqa ayollarni, psixologlarni kanallaridan arzonroq reklama qilib Telegramingizga ham auditoriya haydang. Siz auditoriyangiz Telegramda ham bor. Ya'ni maqsadingiz faqat Reels bo'lib qolmasin, Telegramdagi auditoriyani ham rivojlantirish bo'lsin maqsadingiz. Men Telegramda ishlaganman har doim. Da. Keyin Instagramga chiqdim. Instagramga qo'rquvim bo'lgan. Yo'q, idealniy marketing, idealniy qanaqa bo'ladi o'zi? Ijtimoiy tarmoqlar bittasini katta qilib e'tibor berib rivojlantirib olasiz и auditoriyani Telegram bilan YouTube'ga tarqatib yuborasiz. Bitta dominirujchi sotsam, menda masalan Instagram, Telegram ham YouTube ham do'xlayman. Mana Instagram normal, hozir ham lekin uchinchi banda. Instagramni yaxshilab rivojlantirgandan keyin Telegram bilan YouTube'ni rivojlantirish oson bo'ladi. Hammasini teng olib ketish qiyinroq. Qaysi biri arzonroqqa tushayotgan bo'lsa, qaysi biri osonroq bo'lsa, o'sha ijtimoiy tarmoqni biz rivojlantirib olamiz. Keyin undan yaxshilab auditoriya, loyal auditoriya qilgandan keyin Telegramdan YouTube'ga keyin xabar bersak bo'ladi. O'shaning uchun sizda sotuvlar Telegramdan bo'lgan bo'lsa ham arzon ayollarning Telegram kanallarini o'rganib sotib olishingiz kerak. Telegram darsliklari sold out kursda bor. Telegram darsliklari sold out kursda bor. Men faqat Telegramda ishlaganman-da oldin, Instagram chiqmaganman, chunki o'zim umuman ko'rsatmaganman. Вообще-то ishim bekitib boshlaganman. 2,5 yil umuman hech kim bilmagan uyimda ishlayotganimni tinch, indamay uyda o'tirib, ishimni qilib $3000 pul topib o'tirardim. $3000 yo'q, anu eng zo'r sotganimda $3000 indamay shotimda turardi. Erimga indamay xo'p o'tirardim. Sen unaqasan, sen bunaqasan desam, ha, to'g'ridir, zot o'zim bilardim. Ha, seni gaping ham bunaqa-da. Sen qayerdan ham bilarding meni kimligimni? Men qayerda o'qishimni qayerdan ham bilardim. O'tirardim mana shunaqa. Tenivoy kirardim, o'qirdim. O'sha paytda ham o'qishga tikaverardim-da. Endi mana katta-katta o'qishlarga tikaman. O'sha paytda ham o'qiraverardim постоянно. Hozir ishning brend. Da, hozir shaxsiy brendim. Maksimalniy hamma psixologlarga yozib chiqing. Men intim gimnastikadan ekspertman. Xohlasangiz sizni kursingizda, jozibali kursida, ayollar kursida dars o'tib beraman, tekin darsimni yuboraman deb Muxtasar Nazarova ko'plab mentorlar bilan birga kim ayollik yoki munosabatlar kursi bo'lsa borib qo'shimcha spiker bo'ling. Har oy birorta joyda intervyu bering. Har oy birorta joyda chiqing, intervyu bo'lib yoki mehmon spiker bo'lib. Siz auditoriyangiz har kunlik rivojlanishi kerak. Ko'pgina psixologlarga yozib chiqing. Mana shuncha o'quvchilarim bor, shunaqa natijaga chiqqanman. Sizni kursingizda spikerlik, tekinga spikerlik qilsam bo'ladimi deb. U yerdagi o'quvchilarga yoqib qolsangiz, avtomatik siz o'zingiz strategiyani topib, sizdan ham kurs sotib olishadi. Zo'r insight bo'ldi. Qilmagan ekanman. Qilib ko'ramiz, bo'ldi, joyida qoling. Bugun yozaman. Обязательно qo'llang. Intim gimnastikaning boshqa foydalarini ham sog'liq uchun boshqa foydalarini ham ayting, xalqqa yetkazing. Xo'p. Da. Bo'ldi, savolingiz yo'qmi? Savolim yo'q. Hammasiga oldim. Ha? Qizlar temasi uchadi. Reelsga pul sarflang. Siz menga qachon kelasiz? Erga beraverasiz borsam. Uyingizga ham borishim mumkin. Mana vaqtim bo'sh desangiz. Bo'ldi, xo'p. Xudo xohlasa vaqt topib oling. Xo'p. Aytinglar. Xo'p bo'ladi. Bo'ldi, yozaman, tinch qo'yinglar siz ham. Instagramda qanaqa topishadi? Siz strangiz qanaqa? Faxriyo xonimga obuna bo'linglar, sog'lig'inglarni yaxshilaylar, ishlaringizda rivoj. Rahmat. To'xtang, hozir menga 1 oylik planingizni aytib bering. Shu ishlarni qilasizmi, qilmaysizmi? Nima ishlar qilasiz 1 oyda?
O'zi moliyaviy maqsadingiz bormi? Mashina olishingiz kerakmi, uy olishingiz kerakmi? Biror narsa. Mashinaga 7000 dollarga qilib qo'ydim. Qaysi mashinani olmoqchisiz? Kia olmoqchiman. Kia'ni qaysi birini? Hozircha kichkinasini olmoqchiman. Qanaqa kichkinasi nomi bor? Otini eslolmayapman de. Bilganlar bo'lsa aytib beringlar. San'atmi? Yo'q, san'atdan kichkinarog'i bor. Yo'q, S'dan keladi. Nech pul ekan? Pulni bildingizmi? Bildim 15000 ekan. Borib ko'rib keldingizmi? Yo'q. Borib ko'rib keling saloniga borib. O'tirib ko'rib keling. Hozir qancha yetmayapti shu Kia'ga? 7000mi? 8000mi? Da. Bitta zapuskizdan chiqarsa bo'lsa bo'ladi-yu. Xudo xolisa. Bekor kelmayman, Murat. 8000 dollar yig'ish uchun biz nechta odamga yordam berishimiz kerak sog'lig'iga? Trenajyor sotishimiz kerak. Nechta? Tak, 250 dollardan sotish kerak. 10 tez 2,5 bo'ladigan bo'lsa, 40 tadan oshiqroq sotish. Oson-ku. Muxtasar Nazarovaga spikerlik qilib borasizmi? O'quvchilarga отношение bo'yicha? Trenajyor soting. Da. Trenajyor soting. Eski o'quvchilarga ham sotuv bo'limi telefon qilib chiqsin, trenajyor kerak emasmi deb. O'qiganingizda yordam beruvdimi deyish kerak eskilarga. Xayr desa trenajyor olmaysizmi? Hozir mana bunaqa narxda deyish kerak. Har biznes bu sotuv bu yurak. Har kuni bir nima sotilish kerak. Har kuni minimalniy biror nima sotilishi kerak. Konsultatsiyalarni sotaman. Konsultatsiya sotavering. Instagramga chiqib, "Men bunaqa sotuvda bor, trenajyor sotuvda bor" deb har kuni chiqmasangiz odamlar tushiga kirmaydi. Chiqaman. Har kuni kamida o'sha 4 ta trenajyor sotishingiz kerak. Bizacha kurs qilib sotamiz trenajyorni. Chunki uni darslari bor-da, men ularga individual tushuntirib berishga har bittasiga vaqtim yetmaydi. Shuning uchun kurs qilamiz, falon vaqtgacha qo'shilinglar, o'sha vaqtgacha qilamiz. Reelslaringizni hammasini voronkaga tushiring. Bitta reels tayyorlaysiz, foydali. Intim gimnastikani to'liqqonli bilishni xohlasangiz plus qoldiring, direktga yozing deb hamma qiziqqanlarni sirazu direktingizga tushiring. Masalan, reels qo'ydingiz, intim gimnastikani to'liq o'rganmoqchi bo'lsangiz, direktga plus raqamini yuboring-da, direktni soting. Har bitta reelsiz sizga klient olib kelib, har bitta reelsiz sizga sotib olib kelsin, har bittasi. Har bitta qo'ygan reelsiz tagiga intim gimnastika haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, direkt unga plus raqamini qoldiring. Har bitta qo'ygan reelsiz sizga sotib olib kelsin. Har bittasi reelsni o'zida sotib ketmasa ham kommentariyada sotib ketsin. Bir oyda bemalol olishingiz kerak siz mashinani. Da, olishim kerak. Bir oyda siz mashina bo'lmadi-da. Yo'q, farqi yo'q. U temani farqi yo'q. Ramazon, yanvar yo'q. Chunki har oy odamlarda oylik tushyapti. Siz sotuvda hamisha esingizda tursin. Har oy insonlarda 5 millioni bor. 5 milliondan kamida 1 millionini yoki 500 mingini kamida birortasini kursiga odamlar beryapti. Yoki psixologlar olyapti, yoki marketolog bittasi olyapti. Siz voy Ramazonda deb o'tirsangiz, sizni pulingiz boshqa davom ketadi. O'zingizga unaqa blok qo'ymang o'zingiz uchun. Har bitta qo'ygan reelslaringizni direktga murojaat qiling deb direktda sotib o'tiring kurslaringizni. Agar rostdan bir oyda 8000 dollar topib Kia olsangiz, men sizni follow qilaman. Bo'ldi. Kelishdingmi? Bir oyda. Bir oyda. Iyun bitiruvgacha bizda 25-may почти bitiruv yoki 15 yoki 25-may bizda bitiruv bo'ladi. Bitiruvgacha olsangiz, men sizni follow qilaman va uyimga taklif qilaman. Bo'ldi, boraman. Rahmat. Всё, молодцы.